Ko'pchilik bilmasam kerak. Ko'pchilik hadiya shartnomasini bekor qilish uchun sotma-sot sarsam bo'lib yuradi. Men sizlarga bir aniq fakt bilan belgilab beraman. Hadiya shartnomasini bekor qilish yo'lini o'rgataman. O'zbekiston Respublikasi qonunchilikda shunday deyilgan. Aynan Fuqarolik kodeksining 507-moddasida. Agar hadiya oluvchi hadiya beruvchidan oldin vafot etgan bo'lsa, mazkur qonunga asosan hadiya shartnomasini bekor qilish mumkin. Ya'ni, shunda aytilgan. Agar hadiya oluvchi hadiya beruvchidan oldin vafot etsa, hadiya beruvchi o'z hadiyasini qaytarib olishi mumkin ekan. Demak, sizlarga to'liq tushuntirdi va hisoblayman. Agar ushbu qiziqarli ma'lumotlar sizlarga yoqimli bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, boshqalarga ulashib qo'ying. Tezroq kimlardir yetib borsin, o'zining huquqini o'rganib olsin. Bizga chiqarib turgan mavzulardan.